ta narx. Qaysi biriga berasiz? Lekin 6300 yomon narx emas. Ana 50 so'm qo'shdi, bering qo'l. Ana sarelichasiga, bu sizlar bilan shunday gaplashish kerak-ku. 261 ming yurgan-a? Kraskasi? Kraskasi bor aka. Toshdan qayerda bor? Tomdan pastda kraska bor aka. Tomdan pastida, ha? Tomida yo'q, ha? Lekin ana ichlar balkalaringiz yaxshi turibdi aka. Udar yemagan. Narxi necha pul? 90 million debdi. 90 million? Mana 6900 ga men kecha o'zim ko'rdingiz. Ikkita detalda kraskasi bor. Mokri 2015 da sotdim 6900 ga. Jaska ko'rdingiz-a? 6900 ga sotdim. Endi buni 6900 ga padyubka kraska bo'lgan mashina qanday qo'yaman aka? Necha pul oxirgi narxi necha pul? Sizdan nima ishlaylik qil? Qarang aka. 3 ta narx aytaman. 3 ta narx. Bilaman 3 ta narx ayting. 3 ta narx aytaman. Boshqa o'zgartirmayman. Hop. 5900 ga bo'lsa, naqd pul sanab beraman. 5 million so'mga. 76 million 700 ming. 80 millionga qilib. 3 ta narx. 5900 hozir sanab olib ketasiz. Men buni 5900 ga olaman-da sizdan, aformint qilaman-da, 6300 larga sotaman nasiyaga. Yo, agar 5900 ga bermasangiz, 6300 ga kanalimga tekinga reklama qilib beraman. 82 million so'm bo'lar ekan. Xohlasangiz, siz aytgan narxga 6900 ga olib qolaman, kanalga reklama qilmayman. Mana shu yerga qo'yib qo'yaman-da, narxi 6900 deb egasi aytib ketgan deyman-da, nomeringizni bir burchaga yozib qo'yaman. 83 million so'mga berasizmi? So'm. Siz bilan so'm 83 million so'm. O'z yaxshi narx, yomon narx emas. Yomon narx emas. 83 million. Mana hisob kitobim borda, ha. 83 million 500. Bo'l, 85 million so'm. Bormi baraka? Bering. 85 million so'm qilyapti. Niya? Bunaqa narxga pulishtir emas, kanalimga qo'yib beraman. Pulishtir hali ham. Shunday mijoz chiqsa, siz narx pulingizni sanab olaverasiz. Men o'zim xohlaganimdek sotaman. Bo'l, barak.